Assalamu alaikum Uyghur qarindoshlar. Bugün vatan içi bilan münasebetlik muhim bir mesele üstüde Uyghur qarindoshlar bilan fikir ortaklaşımın. Ötken hafta Jallat Çingçango dağdığılık bir yığın içip Ürümçi'de Şarkı Türkistan'ın 1000 yıllık sürüp kelgen namratlıktan kutulganlığını ilan kıldı. Ve ertesi günü Xinhua Tori, Xitayçısı ve İngilizcesi Şincan 1000 yıllık namratlıktan kutuldu degan baş makale ilan kıldı. Ve bunun teşvikatı xalqarada ve Xitay içinde bugün devam kılatıdı. Yani Jungu Xinjiang Gaobiye Chen Yanpinkun degan serlevilik makalada. Bunun da Şarkı Türkistan'daki yani Şarkı Türkistan'ın janubidagi 32 nahiyanın namratlık terkibinden çıkanmagan, yani namratlık degen şapkasından elip etilmegen en ahırkı 10 nahiyanın namratlıktan kutulup çıkanlığını tebrikleş için bütün Xitay bir umumyüzlük propaganda atağıga geçti. O 10 nahiya Kaşgar'ın Qağılık, Yaken, Peyzavat, Yingisa, Xotan'ın Qarqash, Xotan nahiyesi, Lob, Çıra, Keriya degandek nahiyalarni o'z ichiga oladi ekan. Xitoy Kommunistik Partiyasi Sharqiy Turkistonni Timur Mush bilan boshqarayotgani 71 yıl oldu. 71 yıldan beri Uyghur halkı çok yoksulluk içinde yaşadı. Bu bir hakikat. Bugün mü yoksul? Ama 1000 yıllık emas. Bu yoksulluk 1000 yıllık emas. Hatta Xinjiang gezisinin Uygurçısı Xitaylarını memnun kılmak için makalenin mavzusunu kançı 1000 yıllık yoksulluk bilen hoşlaştı Xinjiang. Yani Xinjiang kançı 1000 yıllık yoksulluk bilen hoşlaştı dep yazıptı. Tarihçiler hem tarih bilgeler şunu yaxşı bildi ki Talas deryası buyuda Uygur ve Arap birleşme koşununun Xitay bilen elip bağlan cengede yani 5 günlük cengde Xitay armiyasını tamamen mağlup kılıp yo'qotgandan keyin 1000 yıl içinde Xitaylar Saddichin sepilining teshig'i chiqqan emas. Hatta Shingshingshaning u tarafidan g'arbga qarab yana beqishqimi jur'at qila olgan emas. Bu 1000 yıldan ortiq vaqt ichida Uyg'urlar ve Uygurlarning hakimiyeti himayesi astidagi Türkiye xalqlar ve başka xalqlar baxt saadet içinde bayashat yaşagan. Hiç qandaq yoksulluk bo'lgan emas. Ve İpek yolunun en bayashat tugun noktalarının biri bo'lgan. Uygurlarda yoksulluk, namratlık kaçan başlandı? Mançur İmparatorluğu, Mançur İmperiyası 1878 yılı Şarkı Türkistan'ı besip edip Uygur halkının baylığını bulan talan kılgan tarihten başlandı. Bulup mu? 1884 yılı Mançur Handallığı Beijing'de Şarkı Türkistan'ın ismini Şinjan kılıp
Yani Uyghur milleti üçün en hakaretlik boğan Şinjan ismini koyup Şarkı Türkistan'ı Xitayning 14. ülkesi deb ilan qilgan kundan boshlab Şarkı Türkistan'daki Uyghur, Kazak ve başka Türkiye xalqlarınki yoksulluğu, namratlığı başlandı. Çünkü Xitay bu yurtlarda bu yurtning tabiiy boyliqlarini bulang-talang qilib qolmasdan xalqning qo'lidagi pul, mulklarni bulang-talang qildi. Hatta chorva mollarini bulang-talang qildi. Uydagi gilamlargacha ep ketib Xitoyga ketdi. Yoksulluk mana shundan boshlangan. Ama Xitoy yurtimizdan qovlangan tarixlarning hech birida Uyghur milleti yoksullukni yaşap bakkan emas. Bayaşat bir hayat içinde yaşagan. Çünkü bizning vatanimiz munbat, baylığı mol bir vatan bo'lgan, nüfusu az, şuna her zaman bayaşat yaşagan. Bu yüzden muzika, oyun, tamaşa en vayığı yetkidek terakki qilgan. Çünkü qo'saq tok, qo'sığı tokning ko'ngli sho'q deydi. Yani biz tarixten beri xalqimiz bundaq yoksullukni yaşap bakkan emas. Fakat Xitayning qo'liga tushgandan keyin Uyghur xalqi dunyoning en eg'ir yoksulluğunu yaşadı. Endi Xitoyda-chu, Xitoy qancha ming yil ichida eg'ir yoksulluk ichida yaşagan bir millat. Açlıktan, tabiiy ofatdan her yili 100 minglab odamlarning o'lib ketganligini, hatta millionlab insonning o'lib ketganligini Xitoy tarixchilar yozadi. Hatta 1959dan 1962 yilgacha 3 yillik tabiiy ofatda Xitoyda ochlikdan o'lib ketgan odamning 45 million bo'lganligi bugun Xitoylarning hammasi o'rtaq e'tirof qilgan bir sonliq ma'lumot. Xitoylarda mana shunday ochliqlar yuz bergan. Hatta tarixdan beri Xitoylar tuzga erishmay, Xitoy nüfusining 3dan biri tuzsiz yemek yeb, ko'r bo'lib, hech bir yerni ko'rmay o'lib ketgan shunday tarixiy shajarlar bor, tarixiy faktlar bor. Xitoylar bizning yurtimizni besib olib, Urumchining yanidagi tuz ko'lini, ya'ni Yanxo deydi Xitoylar, uni kashf qilgan qadar Xitoylar hatto tuzga erishmagan. Ya onundan keyin Xitoylar sanoatdimi, turmushdimi bu Urumchininki janub biraz Ulanbayning yanidagi tuz ko'lining tuzlarini bütün Xitoylarga elib ketib, hem sanoatini gullantirdi, hem salomatligini asliga keltirdi. Yani Xitoyda ochlik, yoksulluk qancha ming yillab davom qilgan. Ama şu 62 yildagi, yani 60 yillardagi ocharchilikda bizning vatanimizda hech qanday tabiiy ofat bo'lmagan bo'lsa-mu, Xitoylar bütün ochlikni o'tkazib ketgachga bizning vatanimizda 100 minglagan inson ochlikdan o'lib ketdi. Buni Xitoy davlati, Xitoy Kompartiyasi yaratdi. Agar Sharqiy Turkiston xalqi yoksul qolgan bo'lsa, och qolgan bo'lsa, buning bosh jinoyatchisi yana Xitoy Kommunistik Partiyasi va Xitoylar. Ama Qin Chuangu o'z so'zida 25 milyon Şinjan xalqi yoksulluktan tamamen qutuldu deb e'lon qildi. Qin Chuangu'ningki bu dokladini men o'qidim. Onun da shunday deb bo'yatdi. Sharqiy Turkistonda hech vaqt Xitoylar yoksulluk çekmedi. Yani yoksul Xitoylar Sharqiy Turkistonning chegirasiga ichiga kirgandan keyin yoksullukdan qutuldi. Uyg'urlar Xitoyning ko'payishiga ergishib Sharqiy Turkistonda yoksullukka, ochlikka mahkum qilindi. Sharqiy Turkistonda Xitoy o'z qo'li bilan bir tarafda cennet, bir tarafda do'zaxni yarattı. Yani do'zax bilan cennet bu dünyada yanma-yan yaşagan ya qaya deb so'ralsa, o Sharqiy Turkiston.
Xitay yaratgan cennet Xitaylar üçün, yani köçmen Xitaylar üçün yaratıldı. Ular baxt saadet içinde hatırcam yaşavatıdı. Uygurlar üçün bolsa öz vatanında bir dozaq yarattı. Ular dozaq otudu kuyavatıdı. Xitayning dozaq otudu kuyavatıdı. Aç qavatıdı, yoxsul qavatıdı, azap çekivatıdı. Bunu Xitay öz kolu bilen yarattı. Şunu mu teklif ötüş gerek ki Xitaylar yoxsul, namrat, aç kaldı. Qanchalik yürüsek mi? Yürüp bulanmadık deb şikayet qilgan. Bu Tarım Vadisi da Xitayning özünün sanlıq məlumatı da tarım boyları da yani Teklimakan'ın şu Tarım Vadisi da 20 min nipit tabi gaz kudukları faaliyet gösteriyordu şu anda. Her kudukta 100 bilen 150 işçi işleydi. Yani 20 min kudukta 2 milyon bilen 3 milyon arası da Xitay işçisi işleydi. Bu yurt Uygurların yurtu. Ama Xitaylar bu yurtta bu kadar baylıkla elip işçileri, mütehassisleri nait rahat parahat içinde yaşavatkan iken Uygurlar uzaktan qarab bu nipitlikке yoksulluk içinde yaşaydı. Bunun kim numus qilmağı lazım? Uygurlarını muşunda bir zengin, munbet, baylık içinde yoksul kaldığın Xitay emas mı? Şu anda Şarkı Türkistan'dan 4 tane Turabbu yolu bilen Xitayga keçi gündüz tabi gaz neft ekvatıdı. Neft pompalanatıdı. Bunun ikisi 2 Turabbu yolu yine Tarım Vadisi'den Xitayga uzunudu. 10 bin kilometre uzaklıktaki yani Xitay'nın işçinin her yerine uzavatıdı. Fakat Tarım Vadisi'den Xitay'nın işçiге uzangan ve gece gündüz gaz, tabi gaz pompalanavatkan bu 2 Turabbu yolu Xitay'nın enerjiye ihtiyacının %30'unu qamdaydı. Yani bu Xitay'nın özünün sanlıq məlumatı. Faqatla D Turabbu yolu degan Xitay'nın işçiге uzangan, iş өлkələrə uzangan bu Turabbu yoludan her yılı 300 milyar metreküp tabi gaz Xitayga akıdı. Yalnız D Turabbu yolu Xitay'nın 20% yani %20'lik enerjiye ihtiyacını qamdab kevatıdı deb Xitay'nın özü aşkarlavatıdı. Bu şunda bay hatta Saudi Arabistan'dan, Kuvayt'ten, Arap Birleşme Halifliği'den hatta Katar'dan mı köp bay boğan bu zeminde Uygurlar neymiş ki yoksul kaldı? Neymiş ki yoksulluk kalpığını elip etmeyi Xitaylar bugünkü gün geç geldi. Hazır kısmı yalgan. Heli mi? Yoksullar intayın köp. Eğer yoksullar bulmasaydı bu işsiz kalan insanlarını işkir ülkelere yötkeyimiz, bular işsiz, yoksulluktan kutkuzumuz de bularını aslımına siyakılış için, yoktuş için işkir ülkelerdeki fabrikalarda kul işçi kılıp işletiş mecburiyeti de kalmagan buladı. Yani bizning dünya ve Uygurlar şunu bilishi lazım ki eğer Uygurlar yoksul kalgan bolsa, namrat kalgan bolsa, aç kalgan bolsa bu bütünley bizning Xitayning kulida kul bulup kalışımızdan, vatanimizning mustamlika ostida kalganlığının bir bizge keltirgen neticesi. Bunundan keyin bu eğer
biz Xitayning qulida qul bo'lib qolgan muddatcha, vatanimiz Sharqiy Turkiston Xitayning mustamlikasi bo'lib qolgan muddatcha Uyg'urlar hem qulluqdan hem yo'qotilishdan qutulanmaydi. Yani her zaman yaşasa korku içinde yaşaydı, yoksul yaşaydı, mahkum yaşaydı. Yeni bir misal göstermek isteyim. Xitayning bir şirketi var Ürümçi'de. Yani Şincan Guanghui Shiye Tuzu Gungsi deydigan. Yani Guanghui Sanaat Meblağ Sediş çeklik şirketi. Bunun hocayını Sun Guangshin degan bir Xitay. Bugün 2020 yılı Forbes dergisinde, yani dünyadaki en bay 500 şirketini her yıl ilan kıldı. 2020 yıldaki bu Forbes dergisininki ilan kılgan dünyadaki 500 büyük şirketten biri, yani 293. katada bu Sun Guangshin yer aldı. Bu qandaq boy bo'lgan adam. Bunun Sun Guangshinning o'zining bu televizyonlar bilan, gazetçiler bilan suhbatidan ben o'qib o'rgandim ki Sun Guangshin o'z og'zi bilan shuni deydi. Biz deydi, ailem deydi, açarçılık yıllarında Shandong'da insanlar açlıktan ölüp kırılıp ketayotgan vaqtlarda dadam bir tane ayak yamaç maşinesi bilan biz 5 balını anamla elip yük poyuzda oturup kaçak Şinjan'a çıktık deydi. Ve Ürümçi'ye geldik. Kiradigan, baradigan yerimiz yok. Olturduğun üyümüz yok. Bir Uygur kurusu da, yaxşı bir Uygur bizge bir üyünü verdi. Şu yerde oltadık. Keyin nayt az kira bilen şu Uygurlarınki kurusu da çoğun bulduk deydi. Menin hiç bir karındaşlarım başlangıç otur mektebinin ahırgıcı okuyanmadı deydi. Bu özü hem eskerden almışıp kesmelaşıp 3000 son bilen kilip kalançur degen neslerini şu Ürümçi sokaklarda, koçularda koyup Uygurlarını, Xitaylarını kalançur oynatıp pul tepemende aşıdak evarı bulup pul tepenmay yügen vaxtlarda Shandongluk Wang Luochen Sharqiy Turkistonga, yani Xitay Komünist Partisining birinchi sekretari bo'lib yetkilib keladi. Bu bir yol bilen Wang Luochen'ga ulaşırdı ve Wang Luochen'nin sayesinde kredi alırdı ve nefit gaz ticaretini Wang Luochen bunun verirdi. Mahfi ortağı bulurdu ve bu Sun Guangshin şu anda Sharqiy Turkiston'daki birinci numaralık, yani en çok baygayın. Sun Guangshin'ninki o Forbes dergisi de, yani Forbes jurnalında açıklanan baylığı 392 milyar 244 milyon dolar. Kuluda işlevatkan işçi hizmetçi 77.200. Yani bir Xitay açarçılık yıllarında Shandong'da ölüp tükep gitişten korkan, bir tane ayak yamaydıgan maşini bilen 5 balasını elip çıkan bir Xitay ailesi bugün Sharqiy Turkiston'un en çok bayağı aylandı balası. Ama 10 bin yıldan beri bu toprakta tuğulup ata-anası, onun ata-anası, bütün sulalesi şu toprakta boğan kabrisi
Bugünküçü bu yerda yaşap kelgan, bu zaminni gullantirgan Uyg'ur degan bu millat nimishga bu kadar yo'qsul qoldi? Xitoy Kommunist Partiyasi Sharq Turkiston kelganda 10 tane milyardar vardı Sharq Turkistonda. 10 Uyg'ur milyardar vardı. Bugün biri var mı? Yani kimning boy bo'lib, kimning yo'qsul bo'lishini Xitoylar belgilaydi, Xitoy hokimiyati belgilaydi. Xitoy Kommunistik Partiyasi belgilaydi. Bu eğer Uyg'urlar mushundaq yo'qsul qolgan bo'lsa, bir tane oyoq yamaydigan, och qolgan yo'qsul oilaning Urumchiga kelib, ya'ni Uyg'urning uyida o'ltirib, Uyg'ur qurusida cho'ng bo'lgan bir Xitoyni agar Wang Lochan yürümeyen bo'lsa, Wang Lochan maxfiy o'rtog'i bo'lmagan bo'lsa, bu Xitoyning bundaq cho'ng boyga aylanib ketish imkoniyati bo'lmadi. Chunki Xitoylar Wang Lochanning 300 milyar dollar pulga Sharq Turkiston xalqining puliga xiyonat qilganligini yozib kelmoqda. 300 milyar degan nima degan ko'p pul bu. Ya'ni Uyg'urlar yo'qsul qolgan bo'lsa, och qolgan bo'lsa, bugungi yo'qsullikdan qutulolmagan bo'lsa, buni Xitoy yaratdi. Munbat zaminda boylik bilan tulib taşqan bir toprak ustida bu insonlarni och va yo'qsul qoldirgan Xitoylar bir kun dunyo oldida, Uyg'urlar oldida hisob berishga mahkum. Endi en muhim tarafi bu yo'qsullikdan qutqizdik degan ana Xitoylarninki tashviqotininki ejallik yeri şu bo'lyapti. Wang Lochan bu dağdığılık yığında, yani Uyg'urlarni, Sharqi Turkiston xalqini ebedi 1000 yillik yo'qsullikdan qutqazdik degan deb e'lon qilgan bu yig'inda bu qutqizishninki ana netincelerini sanab chiqadi. Biri yo'qsul oilalarga pul taqatganligi, yani davomli yordam puli berayotganligi. Yana biri 15 yillik mecburi muharipta balalarning bütün masraflarini devlet qarşılayotganligini iftihar bilan e'lon qiladi. Dünyada 15 yillik muharib yolg'izlar Şinjan'da bor deydi. Doğru. Fakat ana 13 yillik muharib dünyada yolg'izcha Gollandiyada bor. Germaniyada 12 yillik mecburi, yani muharib yo'li qo'yilgan. 12 yillik muharibga 5 devlet var. Bular terakki qilgan devletler emas Germaniyadan boshqalari. Brunei sultanlığı degandek biraz boy devletlerde bu bor. Kazzapi uni qilgan, ama hozir uningki Libyada Kazzapi o'ldirilgandan keyin boshlang'ich maktabmi yo'q u yerdagi bolalarga. Ama 10 yillik muharib asosan mavjud. Xitoylar ana Çinçango 15 yıllık mecburi muharibning bütün çıkımlarını biz devlet götürüp Şinjan'da o'qityapmiz, shundoq bir ana bayashatlikqa erishtiryapmiz degan propagandani Xitoyning İngilizce ve Xitoycha tashviqotlar keng tashviqotida. Bu yerda bir suiqasd, yani bir çalmada 3 kuş uyumak isteydi Xitoylar. Birinci, Uyg'urlarning bolalarını 3 yaşından başlap devlet qo'liga elib yig'ib Xitoycha maktabda o'qityapti. Xitoy qilib yetishtiryapti. 15 yilda bular to'liq o'ttirini bitkizganda, yani 15 yilda aran to'liq o'ttirini bitkizdi Xitoychada yaslidan boshlab tamamen Xitoy bo'lib, shakli Uyg'ur, ama ruhi, kılıqı, mucazi
Xitoy bo'lgan bir avlodni yetiştirish uchun allaqachon Xitoy buning asosiy qurilmasini qurib bo'ldi. İkinci, bu Xitoylarga o'xshash shundaq o'qitush rasxutini berdiganligini e'lon qildi. Buning bilan texmi ko'p Xitoyni ichkirda imkoniyati bo'lmagan, yo'qsul qolgan bolalar ko'p yezilardagi Xitoylarni Sharqiy Turkistonga jalb qilib, bularning bolalarini yaxshi o'qitib, Sharqiy Turkistonda texmi ko'p Xitoyning yerilishini ilhamlandırmak, teşvik qilmak, rag'batlantirmak. Üçüncü, dünyada bu teşvikatını degandan keyin ya Xitoylar haqiqatan bu Uyg'urlarga nəhayət yaxşı ko'ngil bilib o'tibdi. 15 yillik muharibninki bu chiqimini davlatning o'tishi bu az, yani oddiy masala emas. Haqiqatan Uyg'urlar baxt saodat ichida yashaydi ekan degan bir ko'z qarash ne meydana keltiriş. Çünkü Xinjiang'o terörizmni, radikalizmni ortadan tugatdik. Buningdan keyin biz mana mushundaq xalqninki turmushini yaxshi paravan qilyapmiz deb bu dağdığılık büyük çoğun yığında sözledi. Yani bunun da büyük en çoğun suikast Uygurlarning buningdan keyingi avlodlarini Xitoy tamamen o'z qo'liga o'tkazib olmoq. Ya'ni bular cho'nglar o'lib tugaydi, keyingi bir avlod 15, 20 yil, 30 yildan keyin Xitoy bo'lib qoladi. Bu intayin zaharxandalik bir plan. Buni dunyoga shunday anlatmamız lazım. Bunun ne kadar qabih bir zaharxandalik bir plan bo'lganligini. New York vaqti gazeti bu yil 2 ayning 17 kuni Uyg'urlar haqida, Uyg'ur bolalari haqida bir maqola e'lon qildi. Ya'ni 500 ming Uyg'ur o'smirining ota-onasidan qo'lidan elinib, oiladan elinib, Xitoycha maktablarda toplu holda Xitoy qilib yetishtirilayotganligini e'lon qildi ve bu ma'lumotni Xitoyning sonliq ma'lumotlaridan to'plab olganligini yozdi bu maqolada. Yani Xitoy allaburun Uyg'ur o'smirlarini to'plab Xitoy qilib yetishtirish planini boshlayotgani bir qancha yil bo'ldi. Ve bunu şimdi 15 yıllık mecburi muharib bilan pulni Xitoy chiqarib, bularning yeydigan, ichadigan, kiydiganini berib turib, Xitoy qilib yetishtirishni dunyoga ochiqlayotdi. Dunyoga e'lon qilyotdi. Xitoylar uningdan boshqa hozir yezi qishloqlarda yo'qsul oilalarga pul bog'layotganligini deyapti. Yani qutqizish puli. Zaten ishlaydigan yoshlar, ketman tutalaydigan, ailesini baqalaydigan kuchi bor ayollar hammasi turmalarda, jazo lagerlarida yoki qul ishchisi qilinib ichki o'lkalarga ekitilgan. Yezi qishloqlarda qari cho'ralar, yani bolalarni eketgan bo'lg'achqa qari cho'ralar qolgan. Teriqchilik qildigan etizlarning ko'pinchisi Xitoylar ko'chmanlarning qo'liga o'tib ketdi. Bu qarilarning, yani yaşangan mo'may buvaylarning agar bolalari gunoh qildi deyilib jazo lagerida turmlarda bo'lgan bo'lsa, ularga qisman maaş bağlagan ve partinin şefkatiga rahmet etdi. Ağzını yum deyilyapti. Endi balları yok, hech qanday nimasi boquvchisi yo'q, ammo ballarimi bo'lmagan bundaqlarni qutqizish puli berib, sen ma boshqalarni kontrol qil, bizga haftada bir qatim doklad qil. Bular nima ish qilyapti? Ya qanday sho'balik ishlar bor, bularni doklad qil deb bir-biriga
şpiyon qilib sevatıdı. Bir de chet elga chiqib ketgan, ama pensiyaga chiqqan, Xitoydan pensiyaga chiqqan bütün Uyg'urlarning emas, ama hech qanday siyosiy faoliyatlarga aralashmagan, Xitoyga qarshi oshkora bir o'tirg'i chiqmaganlarning hammasininki pensiya maaşlarını, qancha yillik yig'ilib qolgan maaşlarını beryapti. Chet eldagilar chet elda ka deydigan, bular uning da chekyapti. Unda kalları yo'qolib ketgan yoki yo'qlari shu vatandagi oilasiga og'izyotidu bankalarga telefon qilib. Bunu mu chet eldagi Uyg'urlarni parchalash uchun bir suiqasd o'rnida qilyapti. Ammo nima ishga qancha yildan beri bermagan bu pensiya maaşını hozir berib qoldi chet eldagi Uyg'urlarga. Xitoyning hukumat o'rinlarida ishlagan bu Uyg'urlarga. Bunun yani bizning haqqimiz, bunu Xitoy bizga bekorga bermadi, biz ishlab shunday pensiyaga chiqqan deydi bir muncha qarindoshlarimiz. To'g'ri, u ularning haqqi. Ammo nima ishga to'xtab qo'ygan bu haqqini bermay? Bugun nima ishga berdi? Buni bilmagimiz lazım. Bunu o'ylamagimiz lazım. Çünkü bunu şu yurt dışındaki dava qilayotgan Uyg'urlar bütün dunyoga dertlerini anlatıp, dava qilib, yurt dışındaki Uyg'urlarning mu davasını qilib, maaşını bermaganning mu hammasining davasını birlikte qilganligi uchun bo'lib mu Amerika ve G'arb davlatlarining Xitoyga bo'lgan qattiq besimidan bu pensiya maaşını berishga majbur qilyapti. Bu Xitoyninki chet eldagi Uyg'urlarni bilish, parchalash hiylesini bu maaşını algan, pensiya yig'ilib qolgan, pensiya maaşını 100 ming yuan, 150 ming yuangacha maaşını algan Uyg'urlar buni to'g'ri tushunmagi lazım. Yani Xitoyning shafoati emas bu. Yani o'layotgan, o'lgan qancha 100 minglab insonning va yurt dışida qancha yildan beri kecha kunduz mujodala qilayotgan, da'vo qilayotgan shu kurashning bir neticesi deb bilish lazım. Yani Xitoyga emas bu rahmatni. Bu kurashninki neticesi deb bilish lazım. Endi Xitoylar şu anda bulup mu Uyg'urlarni namoratlikdan qutuldiganligi haqida keng ko'lamda tashviq qilyapti. Ammo yurt dışındaki Uyg'urlarning bundan xabari yo'q. Başka gaplarni qilishib yuribdi beymonchilar. Yurt dışındaki hareketler bilan meşgul. Yani bu yerdeki ahvallar bilan, bu yerdeki vaziyetler bilan. Yeni biri 15 yıllık mecburi muharibni Şinjan'da devlet qarşılayapti Uyg'urlarga degan tashviqotni keng ko'lamda yurgizyapti. Buningdan mu qarasam bu yurt dışında chet elde hech bir ses sada yo'q, yani Uyg'urlarninki bununla dikkat qilganligini ben ko'rmadim. Bu intayin ecellik mesele. Xitoyning bu tashviqotiga oldinib ketadigan nurg'un davlatlar var. O davlatlar ichida parlament a'zolari va davlat rahbarlari var. Shuna bu haqda nihoyatda o'yg'ab turishimiz, bu Xitoyning suiqasdlarini pash qilishimiz lazım. Nima uchun Uyg'urlar yo'qsil qoldi? Nima uchun bundaq zengin tuproqda, zaminda nima ishga Uyg'ur yo'qsil? Boyliqning ustida uzayotgan, boyliq okeanisining ustida uzayotgan bu Uyg'urlar nima ishga yo'qsil? Nima ishga och? Hem boyligimizni o'tirib qo'ymagimiz lazım, hem yo'qsullikning sabablarini o'tirib qo'ymagimiz lazım. Xitoyning sonliq ma'lumoti bilan o'tirib qo'ymagimiz lazım. Hem gelecek evlatlarımızı eğer qutqizolmasak bu milletin takdiri nima bo'ladi? Bu haqda o'ylashimiz lazım. Belkim til yo'qolishi mumkin eğer bu shunday ketsa. Bir evlat ana tilidan ayrilishi mumkin. Milliy medeniyetidan ayrilishi mumkin. Milliy kimligidan ayrilishi mumkin. Ama milliy ruhdan ayrılmagan millet hemen özüge qaytib keladi. Bunun tarixda misalları var. Mesela Xitoyning o'zi Tayvan 1884 yılı resmi
Yaponiya o'zining bir o'lkasi qilib e'lon qilgan. 1874-yili besib olgan Tayvanni. Yaponlar. 1945-yilgacha Tayvanda davlat tili yapon tili bo'lgan. Başlangıçtan üniversiteye kadar Yapon tili ders ötületti. Bugün Tayvan'ın sanlık malumatı da her 6 Tayvanlıkның birinin tomuru da Yapon kaynağı-deydi. Yaponiya bilan bu iş-işe kirişip ketken bir yer. Ama bugün Yapon bo'lib ketdimi Tayvan? Yana Xitoy peti qelyapti. Yani milliy ruhni yo'qotmagan millet o hiçbir zaman tilini yo'qotgandi mı? Mesela Tayvan tilini tamamen yo'qotgan, keyin qaytib keldi. Ama Şangay daha 170 yıl kadar İngilizlarning qo'lidadir. Ama İngilizlarning alayidligi İngiliz tilini devlet tili qilsa mı, öz tilini beraber güllendirishga imkoniyat yaratib bergan bir millet İngilizlar. Şuna Şangayning devlet tili 170 yıl İngiliz tili bo'lgan bo'lsa mı, Xitoylar yani o'zining tilini yaxshi rivojlantirib keldi. Biroq Fransızlar undaq emasdi. Fransızlar borgan yerda Fransız tilini devlet tili qiladi. Afrikada şu anda 30'ga yakın devlet tili Fransızca. Hatta asli tilinin nim bo'lganligini bilmaydi o yerdagi Qara Afrikadagi bir muncha devletler. Yani Fransız tilini hem ana tili deb biladi, hem devlet tili deb biladi. Cezayir yani Algeriya devlet dili Fransız tiliydi. Algeriyani hani Fransa'nın asası kanununda Algeriya Fransa zeminining bir qismi deb aniq yozilgan zamanında. Şuna Algeriyani en ahirgacha bermagan. 2 milyon Algeriyalik şehit oldu Fransızlar bilan urush jarayonida. Ama şu Algeriyaning mustaqilligi uchun kurash qilgan kurash qahramonlari ve ularga yetakchilik qilgan liderlarning hammasi zamanında yetim bolalarni Fransa'ya ketib, Fransa'da o'qitib, Fransa'da yetishtirib, tamamen o'zining arabligini unutildirgan holda Fransız qilib yetishtirib, keyin yine Algeriyaga akilib, Algeriyaning huquqini tutqizgan bu insonlar asta biz Arabkanmiz. Bizni Fransızlar Araplarni bizni xalqimizni sümürmek için, ezmek için bizni kichik vaqtimizda yetim vaqtlarimizda ko'chalardan tepib apirib bizni shunday yaxshi o'qitib akilishtirgan maqsadi xalqimizni ezmek, qul qilmoq ekan deb ular uyg'unib bu Algeriya xalqini yetaklab, tashkillab Fransızlarga qarshi qancha yillab, yani 4-5 yil urush qilib oxiri mustaqilligini qo'lga oluvchilar yana Fransızlarning yetishtirgan şu ko'chadan tepib apirib bugun Uyg'urlarni qilganga o'xshash Xitoylarning shunday yetishtirgan o'zining arabligini, o'zining millatini tamamen unutgan şu insonlar Algeriyani qutqazgan. Biz yani deyman ki ümitsizlenmemiz lazım. Milliy ruhini bir gün o'zini unutgan bu evlatlar tabudu. Yani şu 4 yıl içinde o'zining Uyg'urligini unutgan insonlar o'zining Uyg'urligini tapmadı mı? Yurt dışında vatan davası, millet davası qavatqanlarni yalğız qoldirgan, jim turib olgan yoki ularga haqorat qilgan, fitna qilgan, ularni tillab yurgan yoki hech chatig'i bo'lmay yurgan insonlar o'zining beshiga kelganda, o'zining oilasining beshiga kelganda, ota-onasining beshiga kelganda o'zining Uyg'urligini esiga elib, Uyg'urning safiga qo'shilmadimi? Hatta nəhayət ko'p xizmat qilayotganlar. Eng yaxshi xizmat qilayotganlar yana shularning ichidan chiqyapti. Biroq uzunga qolmasligi lozim. Bu Xitoyning qo'lida Uyg'urlarning uzun muddat qilishi, chunki Xitoy nəhayət nüfusi ko'p, büyük bir millat. Asıllık milletlerini her yol bilan yo'qotib keldi. Faqatla bizni yo'qotmadı. Çünkü Xitoy medeniyeti Türk İslam medeniyetinin üstün bombaga chiqib
medeniyet cihati aslamaya qilish qobiliyati bo'lmaganligini Xitoylar ko'rib yetdi. Endi kuch bilan, qurol kuchi bilan, zo'rlik kuchi bilan yo'qotishning yo'liga o'tyapti. Bu avlodlarimizni qo'limizdan ilish bilan qolmaydi. O avlodlarning yetishib cho'ngayotganda ularning aqli ishlaydiganlarni tanlab yana yo'qotdi, yana o'ldirdi. Endi Amerika'ningki strategiya mutaxassislari ham şu andaki Amerika siyasetindeki ta'sir ko'rsatadigan tadqiqotchilar 5 yillik vaqtimiz var Amerika'nınki, 5 yillik vaqti var. 5 yilgacha harakatga o'tib Xitoyni to'xtatmasa, biz Amerika çaresiz holda Xitoyning qo'liga tushib qoladi devatidi. Hatta Amerika Tashqi ishlar ministri o'tgan hafta Fransiya'nın prezidenti Macron bilan ko'rishganda Avrupa, Amerika bütün demokratik devletler bugün kuchimizni birleştirip Xitoy Kommunistik Partiyasini işkencege almasak, bunun xatirini ortadan kaldırmasak, bizning evlatlarımız, gelecek evlatlarımız Xitoy mustamlikasi ostida yashaydigan qullarga aylanib qoladi. Onun günahkarı biz bo'lamiz deb aniq aytdi. Yani Amerika mayli bu Trump hükümeti qalsin yoki kessin, Amerika'nın Xitoyga bo'lgan pozitsiyasida, Avrupaning pozitsiyasida bek cho'ng o'zgarish bo'lmaydi. Chunki bu xatar Amerikaga, Avrupaga o'xshash Uyg'urlarga qanchalik xatar bo'lsa, bularga uningdan bekrak xatar bo'ladi. Shuna bu Uyg'urlar bir yoqdan qirilayotgan ekan, bir yoqdan Uyg'urlarga kelayotgan mustaqillik bir subhi nurining yaqinlashayotganligini his qilishimiz ve bunun için ortak birlikte qanday qarşılayımız bu günni degan hani bu mavzu ustida tefekkür yürgizishimiz lazım deb o'ylayman. Buguncha bu kadar bo'lsin. Allohga emanet.